Bu darsimizda fayllar va kataloglar haqida gaplashamiz. O'zi fayl nima? Fayl bu jamiki bizning kompyuterimizdagi bor ma'lumotlar bu fayllar deyiladi. Papkachi, ya'ni katalog nima? Katalog esa bu o'sha fayllar jamlanmasi turgan joy. Endi biz hozir bitta katalog ochishni o'rganamiz. Katalogni qanday qilib ochamiz? Sichqonchani o'ng tomonda bosamiz, bir marta bosamiz, keyin sajdga tushamiz, papkani tanlaymiz. Endi papkaga nom beramiz. Sichqonchani chap tomoni bilan ushlab turib, xohlagan joyimizga borib qo'ysak bo'ladi bu narsani. Mana qo'ydik. Ichiga kiramiz. Ichiga kirib, qaranglar, mana joyida ham o'rgatib ketaman. Bu nima? Svernud, ya'ni pastga olib qo'yish, pastga olindi. To'rtburchagi bor. Bunga bossalaring ekran kattaradi yoki kichrayadi. X ga bossangiz chiqib ketadi. Hozir yana biz boshdan kiramiz. Kirish uchun chap tomonni 2 marta bosasizlar. Buni borku, o'zlaringga moslasalaring bo'ladi. Qanday qilib boslaydi? Mana shu to'rtburchakka bosasizlar. Bosganlaringdan keyin mana shu ikki yonga yoki bo'lmasa xohlagan joylaringga avtomatik shunday tortsalaring bo'ladi. Buni moslashsalaring bo'ladi. Biron bir ma'lumot ochamiz. Ma'lumot ochish uchun nima qilamiz? Kiramiz. Mana shuni ichiga ma'lumot ochaylik. Yana boyagindek qilib sichqonchani o'ng tomonini bosamiz. Bosganimizdan keyin mana fayl bor. Biz hozir oddiy tekst faylni ochamiz. Sajdga chiqdi. Endi bunga ham nom qo'yamiz. Nom qo'ydik. Nom qo'yganimizdan keyin ekranni kichraytiramiz. Ko'rgan bo'lsalaring, biz bitta papka va fayl ochdik. O'zi fayl kengaytmalari degan tushuncha bor. Fayl kengaytmalari nima bu? Fayl kengaytmalari bu faylning turi. Aytaylik, mana bu tekst fayl, to'g'rimi? Endi qaranglarda biz Excel fayl sajd qilamiz. Keyin baza sajd qildik. Endi Word fayl sajd qilamiz. Endi arxiv sajd qilamiz. Ko'ryapsizlar, hammasida tipi bor, ya'ni turi bor. Turi bo'yicha bu tekst, bu agar svojstvoga o'tib qarasalaring, buni nimasi TXT yoki bo'lmasa mana Excel ga kirib qarasalaring svojstvosiga mana kengaytmasi boshqacha. Bular har bir fayl turini o'zini kengaytmasi bo'ladi. Mana shu fayllarni qanday hajmini bilsak bo'ladi. Hajmini bilish uchun ustiga olib boramiz, o'ng tomonni bosamiz. Svojstvo degan joy bor, eng pastda o'shanga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana shu yerda razmer degan joyimiz bor. Razmer bu faylni hajmini ko'rsatib turadigan joy. Papkani hajmini ko'rish uchun esa sichqonchani o'ng tomoniga olib boramiz. Svojstvoga kiramiz. Mana yerda esa umumiy hajmni ko'rsatib qo'yadi. Endi biz ikkita papkada yoki bo'lmasam boshqa papkadan boshqa diskka o'tkazishni o'rganamiz. Biz hozir yana bitta papka ocha olamiz. Bitta papka ocha oldik. Ocha olamizda. Bunga endi fayl o'tkazishni o'rganamiz. Qanday qilib o'tkazsa bo'ladi? Buni turli xil yo'llari bor. Birinchi kira olamizda, hammasini o'tkazmoqchi bo'lsak, hammasini belgilaymiz. Qanday qilib belgilardik? Ctrl A ni bosamiz, hammasini belgilaydi. Keyin Ctrl C ni bosamiz, kopiya qiladi. Buni pastga olib qo'yamiz, bunga kiramiz. Keyin Ctrl V ni bossak, mana shu yerga tashlaydi. Ctrl V bu kopiya qilgan narsamizni shu yerga tashlab beradi. Bundan tashqari yana boshqa usullari bor. Biz shuni polni yana belgilab olamizda, delete tugmasini bossak o'chirib tashlaydi. Yana bitta usulni o'rgataman. Buni sal kichikroq qilib qo'yamiz. Ikkita oyna ochib olishdi. Yana buni ham ochsak bo'ladi. Buni bu tomonga kichikroq qilib qo'yamiz. Keyin mana shu yerda qaysi fayl bizga kerak va shuni olamizda, shuni ustiga tashlaymiz. Bilasizlar? Ustiga o'tadi. Agar buni kopiya qilmoqchi bo'lsak, Ctrl C va Ctrl V. Agar bitta shunday o'tkazmoqchi bo'lsak, shunday belgilasangiz o'tadi.